Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun ayol to'g'riliq to'xtalamiz. Ayol ayolsin. Allama Muhammad Mutalli Sha'ravidan o'g'lingizning to'y kunida uningga qanday nasihat qildingiz deb so'ralganda, u mundaq deb javob bergan ekan. O'g'lim, bu qiz atasini, anasini, akasini, ukasini, achisini, singlisini va barliq tuqqanlarini tashlab sana ketib bordi. Sen ayolin uchun ashularning hammasi bo'lg'in deb nasihat qildim. Demisimi, ayolingiz sizning ko'zingizda e'tiborsiz ko'ringan, uyingizda xizmatchi muomalasi ko'rilayotgan bilan o'z vaqtida u ota-onasining e'tiborligi, erkisi, nozik malikasi edi. U sizga ishonib, siz bilan hayot kechirishni tanlab sizga kelgan. Shuna uni qadrlang. İzzetini qiling, ko'nglini izlang, his tuyg'ularga e'tibor bering. Ota-onangizning va qarindoshlaringizning uni uvol qilishiga qat'iy yo'l qo'ymang. Chunki ayolingiz bu xuddi sizning onangizdek, oji-singllaringizdek kuyinishga va qadrlanishga haqliq. Uni oldim deb Allohning muqaddas kalomini ishga keltirib, farishtalarning va el-jamoatning shohidligi oldida maydangizga mushlab turib emringizga algan ekansiz, uningga maddiy va ma'naviy jihatdan to'liq g'amxo'rlik qiling. Zulm qilmang. Boshqalarning zulm qilishiga yo'l qo'ymang. Ayollar xilvatda yig'laydigan, oilasi uchun o'zini qurbon qiladigan, jismi ojiz bo'lgan bilan irodasi va muhabbati, sabri va vafosi erlarnikidan kuchli bir toifa. Ayollar nima uchun jiq gap qildi? Ayollarni jiq gap qildi deymiz. Amma tingshalmag'ini, gibi e'tiborsiz qolg'ini, eri o'zini so'rmag'ini, sal qaralg'ini uchun so'zlab soladi. Tingshalmagan, hal qilinmagan shu dardlar, e'tibor berilmagan his tuyg'ular yig'ilib, yangi to'y qilgandagi nozinin, muloyim, qizg'in ayolni so'g'uq, chechilg'oq, tushkun, hatto kasal qilib qo'ydi. Qiz balaning hammasi yaxshi. Eski xotin nereden keldi? Zulm qildigan, ko'nglini tushunmaydigan, o'zininkilar rastlaydigan, ayolining fikrini e'tiborga olmaydigan, o'y, balalarga qarash ishlarini ayoliga tashlab qo'yib, jafosini ko'rmas, xususan gaz bo'lib oldigan, qatmal, qo'par bir eri bo'lsa, ayolning ishi texmi tez. Bundaq ayol balaları üçünla fidakarlık qildi. Balaları üçünla qurbonlik berdi ve bedel to'laydi. Sizning obrazınız bo'lsa, asta-asta onun nazarida tuvallab ketadi. Qalbi sizdan so'yidi. Bara-bara sizga ochiqlanmas, fikrlarini sunmas bo'ladi. His tuyg'usini bostirib, qalbini sizga ochmas bo'ladi. Kelsangiz surishta qilmaydigan, sizni arzulab izlab ketmaydigan, kam so'z, ruhi tushkun, umidsiz ayolga aylanib qoldi. Özünün rahatını, aramını, arzu armanlarını, çiçektek yaşlıkını ailesi için kurban kılıp duruluq, fidakarlığı suistimal kılıngan, minnettarlık, itirafqa erişelmegen ayal derdini hiç kimge çandırmaydı. Şundak bir kayser ayallar var ki, erinin derdi, perzentlerinin g'amidin hiç kimge çandırma yığılaydı, hatta kan yığılaydı. Dünyada en oңay qonun doiralari ko'rmaydigan zulm ayollarga zulm qilishdir. Ammo Alloh taolo zulmning jazosini oxiratga qo'ymaydi. Bu shu dunyoda bir taraf qiladi. Qur'on Karimda deydiki: "Va la tahsabanalloha g'afilan amma ya'maluz zolimun." Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, Alloh zolimni jazolamoqchi bo'lganda u qochib qutulolmaydi. Yaxshi ayol bir maktabga o'xshaydi. Yaxshi ayol erini va farzandlarini kamolatlarga erishtiradi. Yaxshi er shu ayol orqali dunyoga qadam tashlaydi. Farzandlar shu maktab orqali yuksaklarga o'rlaydi. Shunga suyulay desangiz, suyung. U sizni yangi boshdan dunyoga keltirdi. Ayolini suyishni bilmagan kishi dunyoning eng go'zal sirlaridan bexabar yashagan bo'ldi. Ayağının uşaq noksanlarına keçirilmegen onun büyük faziletlerden bəhrəman bulanmay qaldı.
Bir ayolning ko'nglini ololmagan er boshqa ayollarning ko'nglini ololmaydi. Bir ayolning ko'ngliga boradigan yo'lda adishib qolgan er boshqa ko'ngillarda o'rin topolmaydi. Taladagi ayollarmi uydagi ayolga o'xshaydi. Uydagi çiçekni pervish qilolmagan er taladagi urug'lardan çiçek açtırolmaydi. Safaning, taqvolikning va axloqning qaysi darajada ekanligi oila munosabatini bir taraf qilishda ifodalanadi. Chunki erning qanday ekanligini o'lchaydigan yer masjid emas yoki haram emas, balki uy. Taladi perishta uyda zolim erlar yaxshi erlar emas. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning eng yaxshilaringlar oilasidagilarga eng yaxshi bo'lganlardir deb ko'rsatgan. Yaxshi ayol erining tirnoqchilik ishini tog'da ko'ptirdi. Ayiblarini, oila sirlarini yoshirdi. Pardishapni har holat saqlaydi. Agar ayol erining oldida o'zini e'tibor his qilsa, erini texmi e'tiborlaydi. Ayol har kuni aynakkila emas, o'zining qarshi taraf qalbidagi obraziga qarashni odatlantirsa, qarshi tarafga hayronlik va yangi his tuyg'ularni elib kelsa, muhabbatni qirib o'lganga qadar toza bitti saqlab qola oladi. Ayolni qanday suyamiz? Ayolimiz xushal bo'lsa xushal bo'lamiz, g'amkin bo'lsa tasalli beramiz, ko'nglini o'stiramiz. Uni texmi xushal qilish uchun qilishga tegishli ishlarni qidirib yurib qilamiz. Har yerda, har kishining oldida, hatto oilasining oldida to'liq himoya qilamiz. Oilamizni xizmatdan muhim o'ringa qo'yamiz. Ko'ngil bilamiz, uni o'zimizga ishontiramiz. Huzur va ozodlik his qildiramiz. Keng qo'rsoq bo'lamiz. Tushunishga tirishimiz, ilhomlantiramiz. Suyunginimizni, his tuyg'ularimizni yoshirmaymiz. Fikrini olamiz. Arzu armonlarga yetishga hamdam bo'lamiz. Qiziqishlarga, turmush odatlariga hurmat qilamiz. Ailening baxt saodati uchun mehr muhabbat har zaman ifodalanishi va his qildirilishi lozim. Ifodalanmagan va his qildirilmagan muhabbat pechida echilmagan atirga o'xshaydi. Ishlatilmagan atirning nimaga foydasi bo'lsin? Bizning o'lgimiz va yo'lboshchimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlar birovni yaxshi ko'rsanglar, uni yaxshi ko'rdiganliklarini bildirib qo'yinglar deb ko'rsatgan. Birovni yaxshi ko'rdiganligini bildirib qo'yishning eng yaxshi yo'li uni so'z bilan bevosita aytishdir. İnson qanchalik bexil bo'lib ketsa-mu, oilasidagilarga sevgisini ifodalashga bexillik qilmasligi lozim. Yig'latmang. Unutmangki, birini yig'latganlik uningga eng chong zulm qilganlik. Zulmning jazosi va sabrchanlikning cheki bor. Ayolingizning sabri tugaganda uni tutib qola olmaysiz. Chunki o sizning setib olgan qo'lingiz emas, sizmi tepilmasning xormisi emas. Zulm qilsammi ayolim ko'tirdi-ku deb o'ylab qolmangki, takror kechirgan, üzülgan umidlarini ulg'an, sizga bo'lgan talabini takror tuvallatib sabr qilgan, sizga va o'ziga takror fursat bergan ayol vaqti kelganda butunlay ko'tirmaydi. Qachini tashirdig'ini oxirgi tamchi suv. U qacha yillar davomida tushib qolgan. Ko'ngil alli-burun suvib bo'lgan. Ayol aldirab ketmaydi. Arqasiga qaramaydigan holga kelmiguncha sizdan ketmaydi. Agar ketib qolsa, o chaqda pushaymonni oladigan qachi topolmay qolasiz. Shunga fursat ketishdan burun o'zingizni tuzib oling. Arangizdagi mehr muhabbatni yiltizi qurmasdan burun parvish qilib oling. Ayolingizning va farzandlaringning qimmatini biling. Telefondan beshingizni ko'tarib, ularni tinglashang. Chaqchaqlash uchun birer bahona teping. Kichikkina vaqt ajrating. Ajr qilingki, siz ajr qilgan gullar siz uchun echilib, sizga xushbiroq chechib bersin. Agar haqiqatan vaqtingiz oz bo'lsa, shu oz vaqtdagi hamrohlikning, muhabbatning quyuqligini oshirish uchun tirishing.
g'aflatdan uyg'oning. İlkingizdeki nimetning qadrini biling. Beg'ishlash xushalliqning kapolati. Siz hergiz beg'ishlamay turib elishni, parvish qilmay turib meva yeyishni o'ylamang. Beg'ishlashni siz boshlang. Chunki siz bir qadam olsangiz, ayolingiz siz uchun 10 qadam oladi. Ayolim undaq deb siqilishdan va qaqshashdan burun uni bu holga keltirgan kim? O'zim ayolimga qanchalik mehr beraladim. Buğday nenim bo'lmasmi, buğday so'zim bo'ldimi deb masalani o'zingizdan izlang. Ayol aks sada. Siz qozonga tash tashlab qaynatgan bo'lsangiz, cho'michingizga tash chiqadi. Boshqa narsa chiqmaydi. Hayatınızda sizge chin hamroh bo'la oladigan qancha kishi bor? Siz azoblaya oladiganlar yana shu sizga barlig'ini atagan kishilar emasmi? Unutmangki, hayot hikoyangizning eng go'zal sahifalari parda orqasida unsiz fidokorlik ko'rsatayotgan shu ayolning sabri bilan yoziladi.